Belingiz og'rib, belangi bo'lib, invalid bo'lib qolishni xohlamasanglar, sizlar ham qo'sh tirnoq ichidagi massajistga bormanglar. Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib, ko'p bemorlar qabul qilganmiz grija bo'yicha. Ular noto'g'ri mutaxassisga borib qo'ygani uchun oyog'i ishlamay qolgan bemorlar ham ko'p bo'lgan. Noto'g'ri massaj, noto'g'ri ukol, nervlarga tushib qolgandan keyin уже invalid bo'lib qoladi bemorlar. Bizda ularga yordam beradigan kompleksli lecheniyamiz bor. FK mashqlarimiz, o'z tochkalariga massaj, hijoma, zulu, igloterapiyalarimizdan qilib beramiz. Yillar davomida bizga xizmat qiladigan tana a'zomiz, umurtqamiz, qo'sh tirnoq ichidagi massajistlarga borib, sog'lig'inglarni xatarga qo'ymanglar. Men Yusufjonova Nodira 10 yillik tajribaga ega fizioterapevt. Har bitta kelgan bemorga tashxis qo'yib, ular bilan kompleksli lecheniya qilamiz va individualniy shug'ullanamiz. Agar sizda ham bel og'rig'i, oyoq og'riqlari bezovta qilayotgan bo'lsa, meni qabulimga hoziroq yoziling.